Doktoram da yuqorida so'zlab o'tganingizdek shu hozir nurg'un analizlarda bu vaziyat keskinlashgan sari chiqayotgan narsalar Amerikaning biroz sukut turib edishi jiddiy ayblanyapti. Masalan, yillardan buyon Amerika men sizning bexatarligini qo'g'dayman, eng yaqin ittifoqdoshim u deb Yaponiyani nurg'unlagan ba'zilar va shunda turib Xitoyning bunchalar nomussizligiga, bunchalar tajovuzchiligiga ciddi keskin turmaganlığı ayıplanıyotgan maqalalarni o'qidim hamda. Bu ciddi Xitoy hozir atrofiga ustiga bu Tinch okeanga nurg'unlagan yuzlarcha kemalarni yig'ib o'zini ko'rsatib naqavatdi hamda. Intayin Amerikaning mana biz sinaq ustida turayotganligi, Amerika o'zini haqiqiy bir o'tirg'i qo'yib berdi Xitoyniki bu zo'ravonligiga to'xtab damdi yoki bunda chunki sukut qilding degan gap siz yuqori degandek Xitoyni jasoratlantirib texambak qildigan zo'ravonligini, zo'migarligini oshirdiganga maydon ichib bergan bo'ldi amaliyotda Amerikaning har bir sukuti deyilyapti hamda. Siz uchun nima uchun bu sukut hamda Amerikaniki? Hattoki tunugim men Takaichi xonimniki bir reportaj suhbatda texam ig'ir gap qilganligini ko'rdimda hamda. Bu Xitoyninki mavjud dunyo yer yüzündeki mevcut ya medeni dünyaya ait bir devlet emasligini bir diktatör bir rejim tarafından başkurulayotgan devlet ekanligini degan bir İngilizce alt yazılı xatlik tercüme qilibdi hamda shu suhbatni ko'rdim hamda. Shu darajada ig'ir gaplarni qilyapti hamda. Siz shu sukutni Amerikaniki sukuti. Birinciden bu Trump'ın neyim oylayotganini bilish biraz qiyin bo'ladi. Hozirgi Trump rasyonel bir ish qilmayapti. O ticaretde kazangan tecrübe bile bir xil o'yinlarni o'ynayapti. Hozirgi mevcut xalqaro munosabatlar nazariyasi bilan Trump'ni aniqlash yoki Trump'ni bilmek pek tez bo'lyapti. Bu bir shuningga bu yerdagi bu xil Xitoyga qarshi bu sukunatda turishi ni aniqlashma, yani uçuk bir şekilde aniqlashma qiyin bo'ladi. İkincisi belki vakti saati to'shmadi. Yani Xitoyga deyalaydigan vakti saati muhitla tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Çünkü O'rta Sharqdagi meseleler turibdi, Ukraynaning meselesi turibdi. Bu meseleler hal olmay, dünya tinch bo'lmay turib, bevos Xitoyga bunday qattiq qo'lliq siyosatni ilib borsa, yaratgan ba'zi inkazlarni kontrol qilolmaydigan yoki o inkazlar cho'ng bir vaziyatni yaratib bilishdan ansirayotgan bo'lishi mumkin. Çünkü biz bunda narsani ko'ryapmiz. Trump hozir shu o'zininki armiyasini kuchlantirishga tirishyapti. Bu bir armiyani kuchlantirganga qaragan chog'da bu bir jangning oldini olish yoki jangga qatilish degan gap endi. Xo'sh. Demek ki bir maqsadi bor bu yerda. Bir chetdan qaraymiz, bayağı siz degandek va biz hammamiz ko'rgandek, Amerika o ishlarga aralashib ketib, bu ishlarga aralashib ketib, o ishni tashlab qo'yib, atdiganda munda deb, akşam anda deb, shunday bir pozitsiya bor. Amerika bo'lgan bu ishonchliklarni azyapti hozircha. Burunga qaraganda. Amerika'nın ichki meselelerine bağımdı. Nurgul partiler arasındaki cideller, cemiyetteki etnik dokunuşluklar degende, iktisat deyimiz, turmuş deyimiz, hem nurgul meseleler bağımdı. Yani şu sebeplerden belki hazır şu Xitoyga karşı bir xil sükunetde tuğandek görünüp adamdaki dep oylaymandı. Hoş. Xo'sh, xo'sh.